Astag'firulloh, shunday pasport kontroliga o'chirtga kelsam, hammasi xitoylik turibdi. Mana ikkala yangi ham xitoylik. Mana ikkalasi ham xitoylik. Pochkalar, mana u ham xitoylik. Mana ular ham. Qalasizlar, yaxshimisizlar? China. Nimanidir China. Nima bor sizlarga bu yerda? Nima bor? Bir biznesmen bo'lmasa bular, bir oddiy rabochiy. Nimaga kelyapsizlar? Nima bor O'zbekistonda? Qarang, basharasidan buni maqsadini bilib bo'lmayapti bori. Nimaga kelyapsizlar siz? O'zimizda kam ish joyi yo'q, narsa yo'q. Bo'ldi, qaytinglar. Toshkent, Pekin. Beijing. Yo'q bu yerda ish narsa sizlarga. Bularda kelayotgani alam qiladi, mayli. Onayni ham ko'r 1 yil ichida 300 ta o'zbekistonlik ayol xitoylik yerga tegibdi. Astag'firulloh, tavba qildim. To'xta, rasmni qo'yib, bu yerda xalqaro muammo bo'lyapti-yu. Nima bor, to'xta, kal. Bularni o'zi davlatni homiylik qilib, nimalardir qilib berib, mana shu qarochi, qanaqadir katta bir anaqa bularda bir programmasi bor ekanda. Qarochi, bu fojia bu menimcha. Bu fojiani boshlanishi ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yurtimizni berib qo'yamiz o'zimiz bilmagan holda.